$115,000 qanaqa uy olsam bo'lar ekan deb aytuvdim. Mana shu orqamda ko'rib turgan oppoq chiroyli uylar naqd 7 sotuvga joylashgan. $115,000 deyaptilar. Shunaqa variantlardan ko'plab qo'yapman. Siz bexabarsiz aka. Mani kanalimga o'tib oling va layklarni bosib turing. Xudo xolisa siz ham shunaqa uylardan bexabar bo'lib qolmaysiz va zo'r variantlarni arzon narxda xudo xolisa sotib olasiz. Yuringlar bitta obzor qilib chiqamiz. Qani ketdik. Ikkita chepda ko'ryapsizlar. Zahmat joylari ham bor. Bu yoqqa ham zeleniy zona qilib qo'yganlar. Endi ichkariga kirib kelamiz. Kattagina hovlimiz, keng, 3 ta xonasi, bitta oshxonasi, sanuzeli bor. Bu yoq tarafda mashina qo'yish uchun katta joyimiz. Mana bu chiroyli qilib rasmlarni ham chizdirib qo'yibdilar. Ko'ryapsizlar, akalar. Bu yoqda zeleniy zonamiz bor. Hop, tepalari yopilgan, ko'ryapsiz. Bu yoqda mana bitta xonamiz, uning yonida bolalar xonasi, yotoqxona va oshxona joylashtirilgan. Bu yoqda odamlar borligi uchun alamot. Bu xonani ko'rishingiz mumkin. Katta, keng va juda ham chiroyli. Endi bu yoq tarafni ko'rsataman sizlarga. Bu yoq tarafda yana 2 metrcha zahmat joylari ham bor ekan. U yoqdan ko'chaga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Ko'rasizlar, akalar, to'g'ri burchi. Agar siz yarmini olaman desangiz, ya'ni 3,5 sotuv yo 3 sotuvga chiqyapti. Mana shu joydan bu yoq tarafini ham tayyor qilib qo'ygan joylarni ham sotar ekanlar. Bu yoq tarafi o'zlarida qovuradi, o'zlari u yoqdan ko'chaga eshik ochaveradilar. Mana siz bu yoq taraf olsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz hammasini sotib olsangiz ham bo'ladi. Egalar bilan ham to'liq gaplashib olasizlar. Mana bu ko'ryapsiz, kattagina naves qilingan, naves ko'ryapsizlar. Mana shu hammasi shu uyga tegishli, ya'ni siz shu uyimizni oladigan bo'lsangiz, bu naveslar ham sizga o'tib ketadi. Ko'ryapsiz, aka, sho'tgacha asfalt kelgan. Juma kuni davom etib ketadi. Bu yog'i ham asfalt bo'ladi deb aytayaptilar. Narxini 115,000 deyaptilar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, Qibray Uzumzor mahalla bo'lyapti. Yana ham to'g'ri ma'lumot olish uchun pastda men akalar nomerini qoldiraman.